Bu kunni men uzoq kutaman deb o'ylagandim. Mashhur va sevimli K-pop guruhlarimizdan idollar daramalarda endi suratga tushadi. Blackpink a'zosi Lisa endi daramada. Aha. To'g'ri, u aktrisa sifatida debyut qilgan edi, kichkina cameo rolda. Va hozirda uning atrofida mishmishlar ham bor edi Rapunzel roli to'g'risida, ammo bunisi tasdiqlangan xabar. U bilan birga bu daramada bosh rollarda Madon Sok va Lee Jin Uk. Daramaning taxminiy nomi Taygo bo'ladi. Taygo nomli yetim o'tgan yollanma qotil haqida. Hozircha bizga Taygo bu Madon Sok ekanligi, Lisa esa Madon Sokka, ya'ni Taygoga oilasidek bo'lib qolgan inson rolini ijro etishini, Jin Uk esa jinoiy guruhning boshlig'i va shu bilan birga Taygoning dushmani rolini o'ynashi bizga ma'lum. Darama premyerasi hali noma'lum, chunki uning endi suratga olish ishlari boshlangan va qizg'in davom etmoqda ma'lumotlarga qaraganda. Xo'sh, siz Lisaning debyutini kutyapsizmi? Agarda siz muxlis bo'lsangiz, kimga yuborishni bilmayotgan bo'lsangiz, barcha haterlarga ham yuborib qo'ying. Dekabr oxirigacha 10 mingta bo'lishimiz kerak. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Shunaqa yangi tandirdan endi uzilayotgan ma'lumotlarni bilib turasiz. Hammaga